بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر. أنينش درس. ليلى. يا سلمى، أفي فصلك طالبات من الصين واليابان؟ ليلى: أي سلمى، sinfingda Yaponiya va Xitoydan talabalar bormi? سلمى: نعم، ها. في فصلنا 5 طالبات من الصين. ها، sinfimizda Xitoydan 5 ta talaba va arba'u tolibatin minal Yaban va Yaponiyadan 4 ta talaba va thamani tolibatin min Indonesiya va Indoneziyadan 8 ta talaba bor. Layla: va fi faslina 3 tolibatin minal Hind va sinfimizda Hindistondan 3 ta talaba bor. وست طالبات من الفلبين وفلبيندان 6 talaba و7 طالبات من الكويت وكويتdan 7 talibalar bor. سلمى: كم أختا لك يا ليلى؟ ey Laylo, nechta opang bor? Laylo: li salasu akhawatin, menda 3 ta opa singil bor. Salma: va kam akhon laki, va sening nechta akang bor? Li khamsatu ikhwa, menda 5 ta aka ukam bor. Laki salasu akhawatin va khamsatu ikhwa. Salma: senda 3 ta opang va 3 ta opa va 5 ta aka uka bor. Layla: نعم. وكم أخا وأختا لك؟ va senda nechta aka va opa bor? li arba'atu ikhwa, menda 4 ta aka uka va arba'u akhawatin va 4 ta opa singil bor. li zamila ismuha Khadija, yoki qo'shamiz. li zamilatun ismuha Khadija. Mening sinfdoshim bor, uning ismi Xadija. Laha samaniyatu ikhwa va samani akhawat. Uning 8 ta aka ukasi va 8 ta opa singlisi bor. Endi o'tgan darsda o'tilgan mavzuni yana takrorlaymiz. Endi bu yerda muannas shakli keladi. Masalan, qizil bilan mana ko'rsatilgan. Demak, muannasda son muzakkar bo'lib keladi. Sanalmish, ya'ni sanaladigan so'z muannas bo'ladi. Asosiysi, demak, qoidamiz 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar orasida jinsda teskari bo'ladi. Ikkinchisi esa sanalmish ko'plik bo'ladi. Mana tolibatin va oxiri kasralik bo'ladi. Mana bu yerda oxiri kasralik kelyapti. Endi bu yerda mashqda kelyapti muannas shaklda. Salasu tolibatin, 3 ta tolibalar. Arba'u tolibatin, 4 ta tolibalar. Khamsu tolibatin, 5 ta tolibalar. Sittu tolibatin, 6 ta tolibalar. Sab'u tolibatin, samani, tis'u, ashru. Demak, 7, 8, 9, 10 ta talabalar. Keyingi mashqqa o'tamiz. Demak, bu yerda salasu muzakkarda kelyapti. Sababi g'urof asli birlikda bu muannas. G'urfatun oxirida marbuta tesi bor, to'i marbuta bor. Ko'plikda g'urof deb aytiladi. Asosiy o'sha birlikdagi holati e'tiborga olinadi. Fi baytina salasu g'urof, uyimizda 3 ta xona bor. Fil jami'ati 10 hafilat.
universitetda 10 avtobus bor. في هذه المدرسة 8 مدرسات. Bu maktabda 8 mudarrisalar bor. Abbasun lahu 7 banat. Abbosda 7 qiz bor. Fi baytina 9 dajajat. Uyimizda 9 tovuqlar bor. Fil jamiati 5 kulliyatin. Universitetda 5 fakultet bor. Fil mustashfa 10 tabibatin va 4 mumarridatin. Shifoxonada 10 shifokor va 4 hamshira bor. Xolidun lahu 3 abna'in va 4 banatin. Xolidda 3 o'g'il va 4 qiz bor. Li 5 ikhwa va 6 akhawatin. Menda 5 aka uka va 6 opa singil bor. في هذا الكتاب 10 دروس. Bu kitobda 10 dars bor. لنا 4 أعمام و5 عمات. Bizda 4 amaki va 5 ammalar bor. Keyingi betga o'tamiz. Fi baladi 5 jamiatin. Shahrimda 5 universitetlar bor. في هذا الدرس 8 كلمات جديدة. Bu darsda 8 yangi so'z bor. عندي 3 مجلات. Menda 3 jurnal bor. Keyingi mashqqa o'tamiz. Kam axon laka. Sening nechta akang bor? Demak, bu yerda 6 ta deyilgan. Menda 6 ta aka bor. Li 6 ikhwatin. Keyingisi kam uxtan laka. Sening nechta opang bor? Demak, 5 ta. Li 5 akhawatin deb javob beramiz. Kam baqaratan fil haqli. Dalada nechta sigir bor? Demak, 10 ta. Kam tolibatan jadidatan fil fasli. Sinfda nechta yangi talaba bor? 9 ta deb javob berishimiz kerak. Kam tabibatan fi mustashfal wilada. Tug'ruqxonada nechta shifokor bor? 8 ta. Kam hafilatan fil jamia. Universitetda nechta avtobus bor? Kam ibnan laka. Sening nechta o'g'ling bor? Kam bintan laka. Sening nechta qizing bor? Kam jamiatan fi baladika. Shahringda nechta universitet bor? Kam kitaban indaka. Senda nechta kitob bor? Demak, keyingi mashqni to'g'ri o'qishimiz kerak. Li 4 ikhwatin va 3 akhawatin. Menda 4 ta aka va 3 ta opa singil bor. Muhammadun lahu 5 abna'in. Muhammadda 5 ta o'g'il va 8 banatin va 8 ta qiz bor. Indi 10 kutubin va 8 majallatin. Menda 10 ta kitob va 7 ta jurnal bor. Fil mustashfa 9 tabibatin va 6 mumarridatin. Shifoxonada 9 ta shifokor ayol va 6 ta hamshiralar bor. Indi 4 qumsonin. Menda 4 ta ko'ylak bor. لهذه السيارة 4 أبواب. Bu mashinada
to'rtta eshik bor. Fi hadihil kalimati xomsatu ahruf. Bu so'zda 5 ta harf bor. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Maktabimizda 8 ta mudarrisa o'qituvchilar bor. Fi baytina ashratu rijalin. Uyimizda 10 ta erkak va ashru nisa'in va 10 ta ayol bor. Zahaba abi ila riyadi qabla 3 ayyamin. Otam Riyozga 3 kun oldin bordi. Keyingi mashqqa o'tamiz. Bu yerda o'zimizdan son qo'yib, mana bularni aytishimiz kerak. Masalan, 3 ta mashina. Salasu sayyarotin. 4 ta opa-singil. Arba'u akhawatin. Demak, tolibatun. Bu yerda xomsu tolibatin. Majallatun jurnal. 6 ta jurnal deyishimiz uchun, demak, sittu majallatin. Sab'u banatin. Tis'u sa'atin. Mana shu kabi aytsak bo'ladi. Farqi yo'q, qanday son qo'ysak ham asosiysi qoidaga munosib tarzda to'g'ri javob yozishimiz kerak yoki aytishimiz kerak. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Al-majalla jurnal, demak jam shakli ko'pligi. Majallatun jurnallar. Indonesiya, Indoneziya. Al-harfu harf ko'plikda, ahruf yoki huruf ikkalasi ham to'g'ri. Al-kalimatu so'z, kalimatun so'zlar.